Assalomu alaykum futbol muxlislari va futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va dunyomizda ro'y berayotgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlar bilan ushbu kanal o'z ishini boshlaydi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. O'zbekiston futbol milliy terma jamoasi Urugvayga qarshi o'yinda ishtirok etish uchun Malayziyaga yetib keldi. Fabio Cannavaro mazkur bahsda ishtirok etadigan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Kuvaytga qarshi yig'inning birinchi qismida ishtirok etgan bir qator futbolchilarga dam berilib, yangi futbolchilar jalb etildi. Kuvayt bilan bahs uchun yig'inda chaqirilganlardan Farruh Sayfiyev, Odiljon Hamrabekov va Abbosbek Fayzullayevlar jarohat tufayli tarkibdan tushib qoldirilgan bo'lsa, ularning o'rniga yangi nomlardan Ruslan Jiyanov va Husayn Norchayevlar taklif etildi. Endi esa sizlarni asosiy tarkib bilan tanishtirib o'taman. Darvozabonlar Abduvohid Ne'matov, Botirali Ergashev, Vladimir Nazarov. Himoyachilar Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullayev, Muhammadqodir Hamraliyev, Hoji Akbar Alijonov, Alibek Davronov, Jahongir O'rozov, Umar Ishmurodov, Dilshod Saitov. Yarim himoyachilar Akmal Mozgovoy, Abdurauf Buriyev, Azizjon G'aniyev, Hojimat Erkinov, Otabek Shukurov, Jamshid Iskandirov, Aziz Turg'unboyev, Oston Urunov, Ruslan Jiyanovlar. Hujumchilar esa Husayn Norchayev, Eldor Shomurodov va Igor Sergeyevlar.